Bugun O'zbekiston Superligasining 10-turidan o'rin olgan Bunyodkor hamda Navbahor jamoalari o'rtasidagi o'yin bo'lib o'tadi. O'yin haqida muxlislar fikri bilan qiziqamiz. Xudo xolasa Navbahor 1-2 ga yutadi. Bunyodkor Navbahor 1-3. Bugungi taxminiy hisobga keladigan bo'lsak, hozir bizga ma'lumki, Navbahor jamoasi ham, Bunyodkor jamoasi ham hozirgi chempionatda juda ham yaxshi mazmunli o'yin namoyish etyapti. Men o'ylaymanki, durang natija qayd etilsa kerak menimcha. 2-0 Navbahor yutadi. Hisobimiz Bunyodkor hisobi 2-1 bo'ladi. 2-2. 3-1 bo'ladi, Bunyodkor yutadi mana. 2-2 bo'ladi yoki 2-1 bo'ladi-da, xudo xolasa. Navbahor yutadi, xudo xolasa. 2-0 yutadi. 2-1 ga Bunyodkor yutadi. Albatta Bunyodkor. Nechi? 2-0. 2-0. 3-2 Navbahor g'alabasi bo'ladi. 2-1 ga Bunyodkor yutadi. Shu qayerdan kiramiz hozir? Tepaga chiqib, naryoqdan tushib ketdi. Yosh katta hozir. Yordi. To'g'risi bugun o'yin ko'rsata olmadi Bunyodkor. Rosa harakat qildi lekin nima ham derdik? Shu yozilgan ekan peshonasiga. Kelasi safar albatta yutamiz, xudo xohlasa. Bunyodkor chempionligi imkoniyatlari haqida nima aytasiz? Bunyodkor harakat qilsa chempion bo'la oladi deb ishonib ayta olaman va chempion bo'ladi albatta. O'yin zo'r bo'ldi. Ikkita komanda ham kuchli o'ynadi. Omad Navbahor tarafda ekan. G'alaba qozondi. Bilmasam endi video sal manimchalik yon bosdi-yu deb o'yladim o'zimchalik. Yana bilmadim. Yomon o'yin bo'lmadi, yaxshi o'yin bo'ldi. Bunyodkorni chempionlikdagi imkoniyati qay darajada baholaysiz? Menimcha chempion bo'la olmasa kerak bu o'yini. Bo'sh o'yin. Slabiy o'ynayapti. Sizningcha qaysi jamoa chempion bo'la oladi? Hozir Olmaliq yaxshi ketyapti. Menimcha Olmaliq bo'lsa kerak. Paxtakor ham eplolmayapti-yu menimcha. Bugungi Bunyodkor o'yini haqida nimalar deya olasiz? O'yin yaxshi bo'ldi, faqat bizning golimiz hisoblanmadi. Hozir hisob o'zgardi, 3-2 bo'ldi. Sizni fikringizcha Bunyodkor bu yil chempion bo'la oladimi? Конечно, chempion bo'ladi. Hozir yaxshi o'ynayapti. Nechta o'yinlar yutyapti. Oldingilarda oxirgi o'yinlar hozir 3-o'rinda. Qachon o'zingiz Bunyodkorda debyut qilasiz? Endi bilmasam, 20 yoshga yaqin bo'lsam, 20 yoshlarda. Bugungi o'yin yaxshi bo'ldi. Biz g'alaba kutdik. G'alabaga yarasha o'yin qildi Navbahor. Ayniqsa Jiyanov harakatlari juda ham bizni qoniqtirdi. Varatlar ham yaxshi o'ynaverdi. Himoya chap qanot hujumchisi 37-raqamli futbolchi ham zo'r aldab, zo'r olib kirdi.
Navbahorni chempionlikdagi imkoniyatlari haqida o'zingiz fikringizni Endi Navbahor hozir 6-o'rinda edi. Hozir o'yinda finalni ko'rganim yo'q. Biz albatta g'alaba kutamiz. Tarkib zo'r mana Braziliyadan qayerdan bir chet eldan futbolni olib kelishyapti. Endi faqat g'alaba kutamiz. Shu g'alabani talab ham qilamiz endi muxlis sifatida. Omad Bunyodkor ham yaxshi o'ynadi, lekin biz Navbahor o'yiniga ko'proq e'tibor berdik. Yaxshi o'ynashdi, lekin birinchi taymdan keyin o'yinni tashlab olishdi. Xarakterini ko'rsatib, Navbahor anaqa qildi ularni. Provokatsiyaga tashlanishdi, qizil oldi, chiqib ketdi. Atak yaxshi o'ynashdi, prosta tashlab olishdi, o'shanga unchalik chiqmadi o'yinlari. Bunyodkor chempionlikdagi imkoniyatlari-chi? Ular haqida gapirib o'ting. Chempionda undan 3 kundan keyin gruppovoy etapda Lokomotiv bilan o'ynaydi. Ko'ramiz, finalga xudo xolasa chiqamiz. Yutamiz finallarni. Arxivda ko'p qo'yamiz-da, yaqinda arxivda bor edim. Shu kuboklarni ham ko'rib, rasmga tushib. Yana savol berasizmi? O'zingiz Bunyodkor akademiyasida o'qiysiz, shunaqami? Qachon endi sizdan debyut kutib qolamiz? Tak, 5 yildan keyin уже основаlarga yoki dubllarga tushaman. Kim chempion bo'ladi Superligada bu sezon? A? Superligada kim chempion bo'ladi? Superligada Bunyodkor bo'ladi-da, kim bo'ladi yana? Navbahor emas-ku. Nima deyish kerak? Navbahor bugungi o'yinda Navbahor zo'r o'ynadi bugun. Cho'tka yaxshi. Hujumlari ham zo'r. Muxlis biza. Jiyanov yaxshi o'ynadi. Jiyanovning muxlisi biza. Biza Qashqadaryodan. Sog' bo'lasizlar. Ha? To'xtang. Navbahorni chempionlikdagi imkoniyatlarini qay darajada baholaysiz? Normal, yaxshi. Bu yil chempion bo'la oladimi? Bo'ladi, 100% chempion bo'ladi. 100%. Chempion bo'ladi. Yo'q, 1000% javob. Navbahor chempion bo'ladi. Navbahor juda ham ajoyib o'yin ko'rsatdi. Bugun mana shuncha hamma ikkita komanda ham zo'r o'yinlari bilan o'zimizni muxlislarni hammasini jalb qildi. Keyingi o'yinlarda ham biz stadionni to'ldirib turamiz. Hammaga omad. Sizningcha Superligada kim g'olib bo'ladi? Navbahor shu yilgi Superligada g'olib chiqadi degan umiddaman. Bugungi o'yin juda zo'r bo'ldi. Avvalambor bolalarga, hammaga, anaqaga, murabbiyga, yaxshi o'ynagan bolalarga, Jiyanovga, Alisher Odoyevga, Abdushiy rahmat. Shunday sharoitni yaratib bergan hokimga rahmat. Navbahor olg'a, Navbahor! Assalomu alaykum aziz Navbahor muxlislari. Bugun mana poytaxtga Toshkentga Navbahor muxlislari oqimi juda katta keldi. Shunga biz davom oshib kelib, faqat g'alaba uchun keluvdi. Allohga shukr, yuzimiz yorug' bo'ldi. Davomiy bo'lsin. Bunyodkor komandasiga ham ketgan o'yinlarga omad. Bugungi o'yinchi Navbahor muxlislarini g'alaba bilan tabriklab qo'yaman. Bardavom bo'lsin. Navbahor chempion. Yangi Tigo 7 Pro. Cherry avtomobillari ichida eng ko'p sotilgan modeli. Rasmiy dilerlik markazlarida bepul haydab ko'ring.